Jamshid Zokirov so'kkanlar. Ya uni so'kdilar. Birinchi chiqish qanaqa bo'lgan? Qattan bu hammadan ko'p pul topardi shu kinoda. Men sendan uzr so'ramoqchiman. Mana yoshligimda o'zi yoshligim bu mana. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz kuzatuvchilar. Bizning qahramonimiz Muhammadjon Rahimov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muhammadjon, mana bu damlar albatta qaytib kelmas, chunki sekin boshlayman. O yoshlikdan biz tanishimiz, o'sha birinchi roling to'g'risida gapirib bermoqchiman. U to'g'risida ham, lekin seni albattaki o'sha Abbos rolidan hamma tanib kelgan. Buni hattoki ko'rsatmasa ham bo'ladi. O'zi 40 dan tepa odamlar hammasi bu kinoni ko'rgan. Kelinlar qozoqlarni filmi o'zi paytida juda ham hit darajasiga ko'tarilgan. U paytda kinolar ko'p bo'lmas edi va shu hammasini o'sha Abbos yig'laydigan bola ko'p odam bilishadi. Muhammadjon Rahimov o'sha Abbos rolida o'sha katta qozon oldida yig'lab o'tirgan joyi bor. Bu juda ham ta'sirli sahna bo'lgan. Shu to'g'risidan boshlab gapirib bersangiz. Shu 80-yildan 96-yillargacha period olsak, ko'p o'ynadim. Yosh bolalar rollari. Shuni ichidan eng qiziqarli va eng zo'ri desak, o'sha Abbos obrazi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki Abbos obrazi o'sha meni elga tanitdi, o'sha kelinlar qozonda Abbos rolini o'ynaganimga hozir mana 40 yildan oshgan bo'lsa, haligacha ham shuni to'g'risida gapirishadi, shu haqida so'rashadi. Haqiqatda bir Xudoni bir inoat deb o'ylayman-da. Lekin men o'ylaymanki, bu yerda o'ylangan obraz haqida ham emas gap. Bu yerda nima uchun bu mashhurlik, nima uchun mana siz ham 45 yildan keyin shu film haqida gap so'rayapsiz. Bu yerda bilasizmi, inson qancha ko'p mehnat qilsa, o'sha mehnatgacha uni yuziga olib chiqadi. O'sha mehnatgina faqat uni keyin ushlab turadi, bilasizmi? Bu yoshlikda qilib qo'yilgan, bilib bilmasdan qilib qo'yilgan mehnat bor, tushunasizmi? Chunki 80-yildan beri 92-91 gacha o'sha Moskvaga ketgunimizcha, esingizda bo'lsa, men o'zbek filmidagi barcha yosh obrazlarni, yosh bolalar rollarini sanaganmisan, nechta rol giggacha sen o'ynagansan? Yo'q, yolg'on gapirmayman, lekin rost aytaman sizga, menimcha bir 50 dan ortiq rol bor. Bugungi kunda hammasi bosh rol emas. Bu ikkinchi darajali bosh rol. Hozirgi kunga. Hozirgi kungacha. Men hattoki yana kuzatuvchilarga bitta hikoyani aytib bermoqchiman. Bu kinochilar ichida juda tarqalgan hikoya edi. Kinochilar syomka paytida puli qolmagan, kinoni puli qolmaganda Muhammadjon Rahimov shunda to'pini olib, ko'chaga chiqib, to'pini qo'yib, nimalar qilgansan? Bu film bo'lgan voqea deyapsiz. Bu 6 yosh edim, 6 yosh edim, yosh bola edim. Shu paytda bizga esingizda bo'lsa, Toshkentdan biz Samarqandda o'tib ketdik. Ilosh Muhammedov Yunus Geniya, Dahoning yoshlik degan filmlar. Bu o'sha kino. O'sha yerda Botir akam o'ynaganlar esingizda. Rahmatli. Men ko'rganman qayerda o'sha bitta katta chiroyli modasda olganmiz. Juda baland bo'yli, juda chiroyli insonlar. Men yosh bola edim. Men esimda borlar. Baxtiyor akam o'ynaganlar, Zokirov agar bilsangiz. Xullas aytmoqchimanki, o'sha paytda Toshkentdan pul kelish kerak bo'lsa Samarqandga. Pul yetmay qolgan, kimga qolgan. Shunda abek paytda kimdir aytganda, shu endi yosh bolaman-ku, to'pingni qo'yganda, ana intuitsiya kelyapti. Bir chiroyli bo'lsa qilib bergan degan. Kim anu qo'shib kulib chiqsang uyingdan, o'rgilariga bo'yingdan pishoqchilar men yuring deb, shularni aytganman deb bir narsalar qiziqdim. Hali astronautlar dollar bormi, so'mi bormi, nimasi qo'ygan. Manasiga voqea, bo'lgan voqea edi, lekin men tushunmaganman. Lekin mana shu pul qanaqadir ko'pchilik yetganmizki, olib yurib turishganmi yo'q. Shular bo'lgan voqea, bu haqiqatda bo'lgan voqea. Chunki men nimaga bu voqeani aytganimki, bu o'sha kinochilar orasida keyin hamma bu voqeani gapiradi. Lekin o'sha Abbosga yana qaytsak, bu necha yoshda edingiz? 9 yosh. 9 yosh. O'sha yig'lagan paytingiz, o'sha yig'lab o'tiribsiz, olmani yig'lash qiyin bo'lganmi yo qiyin? Yo'q, o'ta rahmatli yozdim sizga. Voqea bu gapni ko'p gapirganman, bu gapni televideniyada ko'p million marta intervyu gapirdim, yana gapiraman. Bu yerda ustoz Jamshid Zokirov so'kkanlar. Biz xabaringiz bormi, eshitganmisiz, eshitmaganmisiz? Mana so'kkanlar. Abid paytida, ya abidga yaqinlashib qoldi. Quyosh uryapti.
Najim aka degan kinooperator bor bilasizlar, Olmaraxon o'tkazdilar. Juda sekin olardilar, shoshilmasdan, qo'yib 1 soat so'tlarni keyin Mersika rahmatli Najim buloqa abed payti bo'ldi dedilar, keyin bir ol qo'yishdi. Kameramda olib kelgan ham bo'ldi. Qaragani qadamda bilesizlar. Yer kelmaydi, bitta dubl, ikkita dubl, uchta dubl o'xshamayapti, kelmayapti. Endi hisobli hammasi qarab turibdi. Men qanaqa yig'layman endi. Bir vaqt Jamshid akamlar qaradilar, achkilarni to'g'rilab bunday qildilar. Menga qaradilar. Vijdonsizlar, vijdoning bormi, vijdoning yo'q, vijdonsizlar. Shuncha odam chiqmasa, bitta voy turibdi. Onang falon qismi bitta so'kdilar. Bo'lgan voqea bu sizga to'g'ri. Nimaga men so'kyapsiz? Nega men so'kasiz? Onamlar nimaga so'kasiz? Boshlab nima deb gapir, bu yoqqa qarab dechadi. Am gapir. Esga chiqib ketdi xavas. Ish qilib hajoda taslam ketdim-da. Yosh bolaman-ku, insonlar yosh bola xapaqsiz bola xap bo'ladi. Shunaqa qilib, mana shunaqa so'kish orqasidan hali yig'ilgan bu voqea, mana men necha yildan gapiraman, yog'olmasa 30-35 yildan, 40 yildan gapiraman. Qanaqa yig'ilganligim o'zga aytiraman. Mana endi yana shu stress bu albatta stress yosh bola uchun buni bekitishi ham hojati yo'q. Albatta. Siz o'sha kinolaringizda juda ko'p stresslarga Albatta uchragansiz. Qanaqasiga o'sha yosh bolada mana kimga kelgan dardingizni aytardingiz? Kimga mana shu odam o'sha ubordan chiqib ketishi kerak-ku baribir. U paytda endi psixologlar bo'lmagan, u paytda endi bir qanaqa bir endi shu paytda ishimdan chiqmaydi, stop deydi, rejissor stop degan ekan. Jamshiddan kelib u kishilarni bolam hazillashdi, mana shunaqa bo'lsa, tushunmay qolasiz. Albatta to'g'ri, o'ziki boshimdan silashardi, Jamshiddan shunaqa qilganlar, boshimdan silab, darrov o'pib, bag'rlariga bosib, shu paytda haligi tushunmagan bo'layotgan voqeani darrov o'zlariga olib, bilasizmi, bu yerda men o'ylaymanki, men baxtiyor bo'laman. Chunki O'zbekistonda siz bilasiz, menga o'xshagan, bizga o'xshagan talantli bolalar qilyapti. Lekin ular chiqishi ozgina qiyin bo'ladi. Kimdir chiqa oladi, kimdir chiqa olmaydi. Mana o'zingiz o'sha anaqani boshlayapsiz. Yaxshi, shu chiqish qanaqasiga, mana shu birinchi chiqish qanaqa bo'lgan? Qattan bu qaysi kinoda bo'lgan? Dahoning yoshligi degan film. Bu birinchi kino. 80-yil birinchi kino. 80-yilda olinganda o'shanda endi hozir adashayotgan bo'lsa, 81 ismi точно shu paytda 81, 80 o'sha paytda oyimlar Jaslag'aga degan kino rejissyor bo'lardi, bilasizmi? Qoraqalpoqlik. Jaslag'aga degan odam bo'lardi. Ikkinchi rejissyor bir umr ishlagan shu filmda. O'shalar ayollarni birga oyim bandida yotgan ekanlar-da. Keyin men boraman adam bilan. Adam shu paytda zamonasida o'ziga to'q odam bizga kirib borganimizda, tabriklaganmiz, gul berganimizda men xursand bo'lganman. Ukalik bo'ldim, murodjonlik bo'ldim deb xursand o'ynab, kulib bir narsa qilib berganman deb, keyin yoqqanman ularga. Yoqqanman deb, u eriga aytgan. Bitta bola keldi, shu ustida ekan, bir qaragan degan. Keyin ular anaqa olishgan. Bir-biriga. Bu bilasizmi necha yil? Bu 79-yil bo'ldi gap bo'lmasga. 79, bir yildan keyin chaqiradi. Keyin bir yildan keyin ular kino oladi. Men kino provaga chaqirishadi. Shu bilan men bir umr, bir 10 yil qishloq birovni anaqasini so'kishini eshitdi, birovni gaplaringiz menga yoqdi, depressiyalar nima uchun bo'ladi, yaxshi gap topdi. Stresslar hatto o'shalar stresslar bo'lib, hali chidab bo'lgan emasmi? Haligi yosh bola, men nimaga stresslar to'g'risida gapirganimki, chunki men bu hammasini shohidi bo'lganman. Kichkina odam katta urushda degan filmida Muhammadjon bosh rolni ijro etgan. O'sha yerda biz birga syomkada tushganmiz. Va o'sha syomkalar juda ham murakkab syomkalar bo'lgan. Esimda urush sahnalaring bor. Sani katta kishilar tepkilab, yomon urushgan joyi bor. O'sha yerda vajohat bilan urushganingni ko'rganmiz. Keyin kelarding, charchab kelarding. Men hattoki bitta narsani aytib qo'yaman, Muhammadjon hammadan ko'p pul topardi shu kinoda. Gonorari hammamizdan katta edi, chunki syomka kunlari hammamizdan ko'p bo'lardi. Va shuning uchun hozir hamma teletomoshabinlar do'stlarning oldida Muhammadjon, men sendan uzr so'ramoqchiman. Nimaga jon? Nima bo'ldi? Shu bitta narsaki esimda bor. Pulingni bizga berarding, mana biz har doim qornimiz och bo'lib yurardi, esimda bor. Har doim esimizda bor. Qornimiz och. Men Farhod Mirzoyev yana boshqa yigitlar bolalar
san mana menga ham bitta anaqa shashlik olib beringlar derdingda yeb keyin shundoq kelardi mani pulim qani sdachisi qani bo'ldi Muhammadjon puling yo'q yeb qo'ydi derdi mana shuni men uzr so'ramoqchiman qiziq endi qiziq voqea bo'lgan sizda istivom yo'qmi bir kuni ana istivom soptika degan anaqa bo'lardi pirotexnik qo'llar baquvvat bir kuz oshni tayyorlangan oshni kattalaganni olib keldingizda istivom olib keldingizda Michael Jackson shu payt yosh bo'ladingiz mehribonmi bo'ldingiz bundoq qo'lingizni aylantirdingiz yo'q o'sha anaqada kichik odam ko'p turishdi kiyimni olgansizda bundoq olib bundoq solib endi nima qilasizlar shunaqa olib qoldi stolda bitta qo'llar baqirdi-ku yeymas qo'shishmi yo'q bu Sifarada bo'lgan voqea Sifarada keyin bitta voqea bo'lgan esda kelamiz balkonda turimizda 3-chi turimizda keyin bitta chiroyli tojik qiz kelib o'tiribdi anti pomidorlar turibdi sizroq kiyam olib kiyam ammo победа pomidorlar bor katta aytdingizki mana shu bitta uraman точно tegadi men aytdimki men kichiklarni ya javohirga tegmaydi uzoqqa qanaqa tegadi san qarab turdingiz ular ada oyni tojiklar kelishdi siz ana shu kofni chekib ketdingiz bikib oldingiz ular kelishdi deydi qani mashxonasini olib kelgan so'yaman deb kirgan u yomon dars o'qigan ya bilasizmi o'zi kino go'zal narsa mana islomimizda ko'p masalan o'zi rost aytsam ham bo'lmaydi ochiq aytaman sizga javohirga mana yoshligimda o'zi yoshligim bu mani sizga ochiq aytaman nimaga desangiz chunki siz birovni har doim taksini eshitib birovni o'sha topshiriqni bajarasizda robotga o'xshaysizda bundoq tur svetdan chiqib ketma teksizroq gapir chunki u paytda esingizda bo'lsa bunaqangi digital kameralar yo'q edi u paytda kodik bo'lardi aylantiradigan ikkita dubl 3 dubl qilinardi tezroq gapir tekstni chiroyli gapir tekstni постоянный mashq ishlash svet tekst yodlar bilasizmi buni ham borku bilasizmi men o'ylaymanki o'zim ham to'g'risini aytsam oxirgi paytlar o'ylaymanda nima uchun ko'p intervyu olishadi mendan nima uchun ko'p gapiraman desam keyin bir kun tushundimda xudoyim mana shu yoshligimizdan hammamizga o'zimizga yarasha bir qanaqadir taqdir berar ekanda shu taqdirni ko'tarish uchun bir qanday repetitsiya ekanda o'sha repetitsiyani katta bo'lish uchun tayyorlanar ekanmizda chunki men katta oilaga bilasiz 8 ukam bor mendan keyin bilasiz keyin ularni biz uylantirdik joyladik adam o'xli bo'lib ketdilar xabaringiz bor shuning uchun bizda repetitsiya bo'lar ekan yoshligimizda qanaqa kelajagimiz bo'lsa o'shanga yarasha bir qanaqadir menda repetitsiya bo'ldim deb o'ylayman katta hayotga qadam qo'ygunimcha lekin men xursandman chunki men hozir g'ururlana olmayman armonsiz albatta bu juda ham ko'p katta darg'alar bilan birga kinoda o'ynab ularni duosini olib ular bilan birga o'ynab qolib keyin hozir misol uchun 8 yoshimmi 9 yoshimmi 10 yoshimmi 11 yoshimmi 12 yosh 13 14 15 16 yosh 16 yoshimni ham ko'ra olaman chunki oxirgi o'ynagan rolim o'sha Moskvaga ketishdan oldin tangalik bolalar esingizda bo'lsa o'sha ustoz Temur Yunusov olgan filmda o'ynab keyin Moskvaga ketganman shuning uchun men o'ylaymanki Allohga behisob shukr bunaqangi go'zal yoshlikni Alloh hammaga nasib qilsin to'g'ri endi keyinchalik hayot mani majbur qildi aka aktyorlikdan sal ketib turib televideniyega tadbirkorlikka chunki hayotda majbur bo'lar ekansiz nimadan voz kechib qayerda turamiz ekansizda chunki o'sha paytda biz ikkalamiz esingizda bo'lsa juda ham qiyin payt edi haligi juda ham hamma taraflama aktyorlarni oyligi juda ham arzon juda kam edi shuning uchun menga qanaqadir stabilniy joy kerak edi ishlash kerak edi har kuni chopish kerak edi oilani boqish kerakda keyin uylandim keyin voqli uylandim da 22 yoshimda uylandim 22 yoshimda keyin 3 ta farzandli bo'ldim bu yoqda otamdan qolgan 7 ta opa singlim bor edi ularni joylash kerak edi ularni ish ko'p edi qilinadigan ish demak Alloh shuncha sizga ko'p rollar yoshligingizda berdiki o'sha kattaligingizda armon qilmang o'ylaysizlar chunki u paytda hattoki men aytyapman jiddiy rollaringiz ko'p edi jiddiy rollar u просто yengil yelpir rollar emas hattoki mana o'sha Abbasovdan juda bir katta dramatik rolni ijro etgansiz katta dramatik obraz
shundoq ko'zingdan shundoq ko'rinib turardi, qanaqa vajohat bor ichingda, u yerda sevgi ham bor, u yerda bir qanaqadir tushkunlikka tushgan narsalar ham bor. Keyin esimda bor, o'sha Charli Chaplinni har doim senga berib qo'yishardi, o'shani har doim repetitsiya qilib yuraverardi. Mana keyin albatta Vgik bo'ldi. Vgikka ham men bu kuzatuvchilarimizga eslatib qo'ymoqchiman. Chunki qara, u paytda endi kameralar bo'lmas edi, ko'p videolar, bitta ikkita videomiz bor. Men senga o'shanda ko'rsatganman. Melki Bessa bizni qilganmiz. Salaguppa, Fyodor Salaguppa, Melki Bess. Menimcha u joyda sani ijroing yorib tashlagansan Muhammadjon. Bu yo'q, endi men hozir bugungi ko'rsatuvimiz siz qahramonsiz, shuning uchun endi men tan olaman. O'ylaymanki hamma ham o'sha bu agar bittasi zo'r bo'ladigan bo'lsa, o'zi tan olish kerak. Hasad qilish kerak emas. Men o'shanda maza qilib, o'sha bizni hattoki kursavoy ishimiz shunaqa zo'r ediki, biz hammadan ajralib oxirida va oxirida chiqardik. Hammani sahnalari bo'lardi, atrifkalari bo'lardi. Hamma o'yini bo'lgandan keyin bizni sahnamiz, bizni kichkinagina o'sha spektaklimiz oxirida namoyish etadi. Chunki bizda rejissyor ham bo'lardi, biz juda ham jiddiy kostyumlarga qarardi, o'sha juda mukammal repetitsiyalar qilardi, albatta tekstlarni yodlashga harakat qilardi. Hammasi ideal darajada bo'lishga intilardi. Albatta. Ayniqsa siz erinmasdan o'sha tashqaridan rejissyor taklif qilib, har bir deklaratsiyalar qilib, o'sha har kuni borib qonimizni ochib bo'lardik, so'ng kelib ovqatlanardik, qonlarni ochib ketardi. Ani kishi ayol kishi rejissyor tushuntirardi bizga qanaqa qilish kerak. Har kuni repetitsiya. Albatta oxirida yaxshi narsa chiqdi, Xudoga shukr, yuzimiz yorug' bo'ladi. Keyinchadi. Endi o'rtoqlar hamma kurs bo'ldimi? Endi o'rtoqlar teatr Javahira Zakirova bizlarni Yuri rahmatlar Alloh rahmatsin. Zo'r insonni shu to'ylar mana qol. Endi teatr Javahira Zakirova давайте посмотрим deb endi biz o'sha paytda o'qish paytida men bitta narsani yana aytib o'tmoqchiman. O'sha bizni tiklanishimiz payti bo'lganda o'sha o'qishda. Men juda ham yaxshi esimda bor. Sochlaring uzun bo'lardi. Sochlaringga juda qarardi. Keyin esimda bo'lsa, seni birinchi marta o'shanda bir esimda bo'lsa, biz o'sha turardik joyimizga, общежитиеga bir dizayner kelgan, soch oladigan. Zo'r. Seni noodatiy olib qo'yishgan sochingni deb, anaqa karay qilishgan sanga. Esimda. Karay qilib qo'yishgandek, keyin bir ikkilangansan. Yoqyapti ham. Keyin bir qanaqadir ichingda bir yoqsa ham bunda to'g'rimi, noto'g'rimi, buncha chiroyli bo'ldimi bu. Keyin biz endi albatta biz hazillashardik, bir-birimiz usta u ham bo'lgan. Keyin juda ham endi yosh bo'lganmiz, bizni o'sha tashqi ko'rinishga juda ham ahamiyat. Ayni siz modniy, siz esingizda bo'lsa, haligi qatdan pul topardingiz, men hayron qolaman, hech esimdan chiqmaydi. Haligi kazaki degan itil bo'lardingiz, tamom. O'shalarni olardingiz, ularni kiyardingiz. Qatdan moda, qanaqa jinsilar bo'lsa, qanaqa chiroyli ko'ngil bo'lsa, albatta shu ovqat yemas. Sigaretga pul bo'lmasa ham shuni olardingiz-da, qatdan topardingiz, men bilmayman. Juda sizda modniylik pastda komissionga bo'lardi. O'sha yerdanmi? Men o'sha yerda ishga borganda har kuni kirardingiz. Ichimga yetmasdim, esingizda bo'lsa. Borib o'sha komissiongada hattoki bitta ko'ynakcha esimda chiqmaydi. Orqasi jinsi Mahmadda indiyskiy ismli. Esimda dahshat ko'ynagi mamlakat anaqalada zapinkalada. Muhammadjon, endi mana hozir
juda ko'p vaqt o'tdi. Aktyorlikdan uzoqlashdingiz. Lekin tadbirkorlikda, boshqa mana hayotda juda siz faol bo'lib, mana o'sha uydagilarni rozi qildingiz. Lekin mana shu bir qanaqadir armon yoki bir qanaqadir nimaga aktyorlikdan uzoqlashdim degan xayollar bo'larmidi? Yo'q, bu har doim bo'ladi, javob bor narsa asos. Endi bilasizmi, buni san sevgan odamgina faqat his qiladi, yaxshi ko'rgan odam. Albatta bor, lekin boshqa narsani anaqa qiladi, deg'li dalda bo'ladi, bilasizmi? Nima desangiz, chunki menda bor-ku nimadir o'qimda chiqasizmi? Menda juda ham katta zapas bor, bilasizmi? Bu bunaqangi katta zap agarda-chi, hozir men sizga sanab o'tsam, katta shu degani, shu Abbasovni kichik odam katta urishdi. Mirzabzalov Fikrlar qo'zg'oloni, Mirzabzalovni Bo'ri Armon degan filmlarda, keyin Temur Yunusovni G'alati Avliyo esida bo'lsa, G'alati Avliyo bor. Saramsay va Hamza Umar va Hamza kalama. Albatta. Gapirib bergan. Gapirib beraman. Xullas aytmoqchimanki, Yo'lovchi Bizar degan kinorejiссyor bo'ladi. Ular 2 seriyali Arslonning sarguzashtlari, Turkiya Aslan. U ham bor. Keyin Latif Fayziyev ukalar bo'lardi. Po'lat Fayziyev ismim. O'sha jahldor, juda ham jahldor kinorejiссyor. Po'ysa san'at детства o'tda o'ynaganman. Aka, hozir eslasam bor-ku, keyin Davletshina filmida bor, anaqa garmonchali bir bola o'ynaganman. Keyin Kinni Yablka degan juda ham ajoyib film bor, hozir rejissyor nomi esimda yo'q. Kinni Yablka. Menga qarata olma ot. Buni Farhadi degan aktrisa bilan o'ynaganman. Farhadi bilan o'ynaganman. Aka, agar men sizga aytsam, bugungi kunda rostini aytsam, bugungi kunda agarda mani ko'rsatmagan kinolarimni sanaysiz, bu kamida bir qo'limdagi barmoqlarim yetmaydi, ishonasizmi? Ko'p ko'rsatilmagan, chiqmagan efirga. Bor gap. Shuhratkan filmini kichik odam katta o'shni yaqinda qo'yishdi, bilasizmi? Yaqin o'zbek tiliga ag'darib, mana yaqinda qo'yishdi. U kanal necha mana 89-yillik kinosimi? Mana qo'yib yo'q hisoblang. 26 yilmi? 26 yildan qo'yilibdi, to'g'rimi? Ana gapingizga, savolingizga javob konkretni. Sen shuni aniq oq deysanmi, o'ynayapti? Yo'q, oq deyman. Agar yaxshi rollar bo'lsa aka, men o'ynaydigan rollar bo'lsa, men jonimdan o'ynayman. Kim bilasizmi? Yo'q, unaqa kinolar ham yo'q-ku, unaqa kinolar bo'lish ham hozir jar qiyin bo'lib turibdi-ku. Bo'g'otda kam bo'g'otda. Keyin bilasizmi? O'sha o'ynayotgan rolingizga yarasha bir mablag' ham bo'lsa, o'sha to'ysiz, o'sha oilangiz baraka topsa, uyga olib kelib, hamma ochig'ini qilib qo'ysangiz, tushunasizmi? Endi hozir men 30 yildan tikilib ishlamayman, tushunasizmi? Bu ham o'zi emas. 30 yildan ertalab 9 da turasiz, 9 da kelasiz, 6 da ketasiz. 9 da kelasiz, 6 da 30 yildan shu ahvol qiling. Bu o'zi emas aka, tushunasizmi? Bu ham davlatga ishlash, bu ham davlatga kamlik qilish, bu ham bir sistema, tushunasizmi? Bu ham bir armiyaga o'xshagan narsa. Aytmoqchimanki, agarda aka zo'r rollar bo'lsa, zo'r aktyorlar bo'lsa, zo'r rejissyorlar bo'lsa, joningizni berasiz. Puli ham kerak emas. Men puli ham Xudoyim bersin, boshqa odam g'oyib tegmaydi deydi-ku, kelsin g'oyibdan. Roziman. Endi shunaqa rollar bo'lmaganiga, chaqirmaganiga nima qilasiz? Qanaqa qilasiz? Misol uchun, poyla o'tirdingizku. Bir narsa qilib qo'ydingizki, bor-ku barcha. Birni odamlar bir umr ko'rinmaydi, bilasizmi? Bir umr teatrda o'tib ketadi. Bir umr kinoda biron bir yarq degan rol bo'lmaydi. Ammo unda Xudoga behisob shukur. Hammasi yomon emas. Anochi, tangeli bolalar yomon emas. G'alati Avliyo yomon emas. Shu degan kinosi yomon emas. Endi Hamzaga to'g'risida gapirib beraman. Hamzaga meni eng yaxshi ko'rgan aktyorlarimdan endi bunaqa darg'a mo'yman yuziga tikilib ovozi qarang, ovozi. Bu manerani bu qanaqa mana ko'pchilik aytishadiki, judayam sifoh va sodda odam. Judayam. Anaqangi bir tillar, anaqalar bilan baslar bor, yaxshi ko'radi tillarni taqishdi. Mashina shuni o'ynab turardi, qo'llarida judayam og'ir vazni, judayam bir qanaqadir men oxirgi marta ko'rdim, bilasizmi qachon ko'rdim bu odamni? Bu odamni oxirgi marta ko'rdim, Qo'qonda ko'rdim. Qo'qon gazsiz bor, bilasizmi? Abdullayev to'g'risida katta gazsiz bor. O'shaning tagida skameykalar bo'lardi. O'sha yerda o'tirgan ekanlar. Oldlar kelib o'tirdim. Nima to'g'risida gapirishni hozir esimda yozimda yo'q. Lekin esimda nima olasizlar dedilar. Men aytdimki, Arslonning sarguzashtlari, kishilarga skaska olmasa, erkin olmasam, yaxshi, молодец. Baraka top boshimdan siladilar-da, hech izdan chiqmaydi. Chunki bu odam bilan nafaqat men G'alati Avliyoda ko'rishdim. Bu odam bilan men esingizda bo'lsa, o'sha paytda Sovet davrida, oldingi zamonda Nashtar degan kinojurnal bor, bilasizmi? O'tda ham tushganmisan. O'tda bilasizmi, nechta o'ynaganman. Nashtarda.
aka nashtarlarni nechtasida o'ynaganman u paytda nashtarlar nimanidir ustidan kulib chiqadi chiqadi shunaqa edi man o'tda ko'p o'ynaganman keyin publitsistiskiy jurnal da nashtarda xullas aytmoqchimanki bu odam bilasizmi shunaqangi go'zal inson edi bilasizmi o'sha boshi bundoq sizlaganlari qo'llari yumshoq edi shu boshlasin xudo xohlasa yaxshi bo'ladi omad tilayman dedilar ko'p gapirmadilar lekin o'sha paytda oxirgi marta shu chiroyli shu anaqalarni ko'rdim o'sha qoshlarini ko'rdim ko'zlarini ko'rdim undan keyin boshqa ko'rmadim shu insonni shu inson shunday olamdan o'tdilar bir ozgina vaqtdan keyin xudo rahmat qilsin ayniqsa Sayram Isayeva bilan keyin Husan Sharipov keyin bular keladilar oyimni Sochiga keladi esda bo'lsa o'sha filmda ham judayam bilasizmi bu odam bunaqa odamlar bilasizmi judayam kamtar odam edilar judayam kamtar haligi g'izg'irchalik anaqa yo'q yo'q mana rasmda voqeani beradi Nabrahim deb shunaqa bilasizmi nabaga ham shunaqa edi to'g'ri mayli nabaga haqida gapirishim balkim ozgina uyatliroqdir noto'g'riroqdir lekin qarang nabagani shunaqa yaxshi ko'rishardi boshligida o'tay yurishadi kella qo'zg'olonda dekoratsiyaga kelganlarda so'nggi nabaga deb o'lib qolishadi jonni ber shu paytda bir kun menga aytdilarki san menga borganda menga Toshkentga suv olib kelgin deb pul berdilar chopqillab yugurib ketdim suv olib keldim yugurib haligi to'qilgan anaqa bo'lardi esda bormi haligi setka bo'lardi o'shaning ichida Toshkent suv bo'ladi o'shani ikkita uchtasini olib kelib yugurib kelaman hay shoshma yugurma qistaloq buni xostirib qo'yasan deb olib kelib suv ichib keyin boshimizlar baraka top xudo xohlasa men o'lsam Nabrahimov o'ladi ustiga Muhammadjon Rahimov keladi yangi deb niyatlar deganlar va shu damlar mana o'sha Hamza Umarovlarni hozir eski sonbeyz nabakalar rahmatli hozirgi mana yoshlarga qanaqa bir sizni o'sha eski zamondagi Muhammadjonni mana siz juda yaxshi fikri boshladi hozir aktyor bo'lish oson emas juda oson emas shunaqa darajada qolish bir qanaqadir odamlarni o'sha ko'ngliga kirish bunaqa aktyorlar bo'lish hozirgi yoshlarimizda kamdan kam bo'lyaptilar bu o'sha nimaga asoslanib shunaqa bo'lyapti mana siz baribir televideniyada ishlayapsiz uni ko'rasiz buni ko'rasiz nima yetishmayapti o'sha yoshlik mana sani ko'zing yonib turardi har doim judayam bir qanaqadir boshqacha emotsionalniy intellekt juda kuchli edi sanda o'sha ta'sirchanliging o'sha qilib berishing joyi zahotida o'sha ishlashing keyin fidoyiliging Shuhrat Abbosov kinosida hamma qilgan ishingni ko'rardi u bizlar ertalabdan kechgacha ishlashingni repetitsiya qilganlaringni hammasini ko'rardi shuning uchun so'ramoqchiman hozirgi yoshlarga nima yetishmayapti man bilasizmi nima yetishmayapti man agar jiddiyroq gapiradigan bo'lsak mana shu tema bo'yicha mana savolingiz bo'yicha bilasizmi nima yetishmayapti manimcha ustozlar yetishmayapti va shkola yetishmayapti maktab yetishmayapti chunki bilasizmi man yaxshi maktabdan o'tdimda man Ishmuhamedovdan o'tdim man Bizarovdan o'tdim man Abzalovdan o'tdim man Termalik universitetidan o'tdim man Davletovdan o'tdim Po'lat Fayziyevdan o'tdim man butun o'zbek kinosini darg'alaridan o'tdim tushunasizmi o'sha shkoladan o'sha maktabdan o'tib keldim bundoq qilib barcha o'rganasiz olasiz o'tdi bunaqa deyapti bu yerda bunaqa deyapti o'tdi o'sha momentda o'ynab berishingiz kerak edi misol uchun to'g'rimi o'sha paytda aytasizki man bu aytsatsizki kelib yig'lamaganman bo'ladi-yu lekin Jamshid kelib onang palon qilsin bitta so'kuvdilar nimaga so'kyapsiz mana nega mani so'kyapsiz deb ketadi shuning uchun o'ylaymanki maktab yetishmayapti va eng asosiysi bilasizmi o'sha oldingi maktabni o'rganishlar yo'q yoki tushunasizmi endi o'zligicha bir qanaqadir bir bolani yasab olishadi bir bola obrazga kirib olishadi bu ham to'g'rimi bilmayman lekin bilasizmi o'sha siz esingizda bo'lsa biz ustozlarimiz o'sha obrazni ustidan ishlash misol uchun o'sha obraz kim edi qanaqa odam edi o'zi qanaqa odam ko'zi ko'radimi ko'rmaydimi qulog'i eshitadimi yo'qmi yoki bu odam nima dardi bor u odam kechki nechta xotini bor nima qilgan nima dardidan keldi nima demoqchi haligi точный bilasizmi
точно уясняет, если вы говорите, если вы говорите по профессии, они точно играют, они около вокруг нами, ты точностью какой-то задачи. А задачи почему нету? Потому что нет хороший режиссер, который точно отдал бы им вот такой мощный разработанный задачу. Она у неким вот хаос появляется, вот здесь появляется недопонимание, вот здесь не понимает, получается, чего они играют сами, акибалимиды. На моем около вокруг играет. И бзывут тот рамза. И что, да, нема смогче, нема хочем, не мучим. Чуть это мақсат өт целью, чёс, вот qo'yilgan задача конкретный. Bolalaringiz, sizni bolalaringiz aktyorlikka xohlashadimi? Rost aytaman sizga, Nodira degan qizim aytdi bu paytlarda, "Manam yo'q, qizim bunaqa bo'lmaydi" dedim. Qo'ying, boshqa professiya qiling dedim. Chunki bu og'ir professiya, chunki bolalarni ravo ko'rmadim. Mana Xudoga shukr, o'g'lim ham, qizlarim ham Xudoga shukr, hozir hammasini akaga berdim, uylantirdim, qutuldim. Yo'q, ular nima bilan shug'ullanadi? O'g'lim o'zi logistika kompaniyasi bor, bir kichkina, Amerikada ish qiladi. Hozir biroz bu moda toshqini hamma qiladi. Hamma qiladi. Bitta qizimni yaqinda erga berdim. Avgust oldingi xabaringiz bor. U endi Xudo xolasa uy bekasi o'qiyapti. 4-kursda TMC degan institut bor. Britanskiy o'shanda ingliz tilida o'qiyapti xonim. Endi ko'rsangiz qanaqa tushunishga ham. Endi birinchisi Nodiramni aytsam, Nodiram uy bekasi, unda ikkita bolasi bor. Shu bolalarim bilan shu uy bekasi bo'lib, o'z bolachalarimni shunaqa yaxshi ko'radi. Men aytdim, bunaqa yaxshi ko'rish kerak emas bolalarni deyman. Qizim, bunaqa qattiq yaxshi ko'rish kerak emas. Siz ham juda ham otangizni yaxshi ko'rardingiz-ku. Otam haddan tashqari. Adam, chunki odamlar bilasizmi? Odamlar menga juda ham go'zal yoshlik berdilar deb bilasizmi? Odamlar erinmasdan o'sha Moskvishlarda mana o'zlik filmga aytlar, bu oxirgi har quyosh chiqish davomida so'kila bo'lardi, shuni olib kelardilar. Men uxlab yotardim, keyin yotsa, tur o'g'lim, tur vaqt bo'lib qoldi deb. Mashinasini tushib beradilar-da. Orqasini tushib yotardi. Shu turib keyin oxiri kelardi deydi. Shu odam erinmasdan ofirsacha aka, shu meni kelajagim o'ylagan ekanlar-da. Shu oxiri bo'lib ketishlar bilan bilgan ekanlar deb o'ylayman. Meni o'zlarini o'g'illariga tayyorlayotgan ekanlar. O'sha institut paytida o'tganlar-da. Da, institut. Shu birinchi kursni bitirgan. Men juda ham qattiq tushkunlikka tushib qolgansan o'shanda. Alloh rahmat. Bilmaganman, qaytib ketishim kerakmi, keyin yo'q qolishim kerakmi? Menga chayyo yo'q, o'qishni davom ettirasan, keyin kelasan, o'qiysan. O'qish tugatdik. Lekin o'qish tugatgandan keyin ham Moskvaga olib berib, istivom yo'qmi? Hamma Toshkentga qaytib ketdi. Mana olib qolishdi. Chaqir Siemens istivom, Farhod bo'lardi. Familiyasi nima edi? Mahmudov shu yerda ish olishdi. Birga ishlagan. Bilarkan. O'sha paytda biza Zoshigani svadьба Жить Фигаро degan asar topshirganmizda, esingizda bo'lsa. Keyin shu paytda meni tanlab olishdi, komedian aktyor, sizga taklif qilamiz, keling deyishdi. Mana hayron qolsam, bitta senga shunaqa taklif qilishdi. Boshqa. To'g'ri. Javas vaqt ketmoqchi emasdim men. Xudoga shukr, keyin borsam shu paytda qiyinchilik ekan. Men hattoki kuzatuvchilarga yana bitta narsani eslatib qo'ymoqchiman, Muhammadjon. Sizni yana boshqa kasblar egasi bo'lganingizni aytib beraman. Muhammadjon ofisda povurlik qilardi, oshpazlik qilardi. Qo'li gul o'rtog'imman. Qo'li gul. O'sha paytda hattoki mana teatrdan tashqari keyin teatrga chaqirishgan va keyin ofislarda ham o'sha katta bir ofisda ishlagan, oshlar qilardik. Karlo Potsoni в ожидании годов degan asari bor edi. O'shani repetitsiya qilardik. Keyin menda shunaqa bo'ldi hayotimdaki, ili onamni oldiga borib, ukalarimga, singillarimga yordam berishim kerak. Ili Moskvada qolib, karyera qilib aktyor bo'lishim kerak. Qolib ikkita turibdi. Keyin bunday chuqur o'ylab qarasam, onam qiynalyaptilar. Ikkita bola oson emas. Shu paytda 94-yil, 95-yillarga juda qiyin paytda ishladim. Keyin aytdim, iborim bo'lsa bo'ldim deb qaytdim uyga. Qaytdim deb oyimga yordam berib, keyin teatrga olishmadi. Aytayman, olishmadi. Hali gapirib berishim. Endi aytmaganman. Qaysi teatrga? Hamzaga olishmadi. Aytishdiki, sizni bo'yingiz past deyishdi. Bizga past anaqa bo'yi past aktyorlik kerak emas. Bizda komedian aktyorlik yetarli deyishdi. Olishmadi meni. Men kelib ularga o'zimning bir qanday asarlarimni yonib keldim-ku. Men endi shu paytda aka rost aytsam 22 yoshimda Novqiron yondirib yuboraman degan paytimda tars bir omad deb shunaqa udar bo'ldi menga. Bilasizmi, men olishmadi. Men borib o'qib keldim.
shu 2 kinoda o'ynaganman. Olishmayapti. Tolibni olishdi. Tolib Teshayev. Olishdi. Men olishmadi. Tavba, qarang. Bu yoqqa bordim. Qarshi olishmadi. Xafa bo'ldimda, keyin nima qilishni bilmayman. Hayot ketyapti. Hayot kutmaydi, pul topish kerak. Ovqat yeyish kerak. Diplom ketish kerak. Televiziyaga bordim. Televiziyaga borsam, keyin aytishdiki, "Bo'l, siz olamiz, siz taniymiz, yaxshi bilamiz" dedi. Assistent, rejissyor qilib olishdi. Birinchi hali yozib qo'ygan. Rejissyor assistent qilib olishgan. Kichkinagina oylik. Shundan boshladim. Yani asta, sekin. Yo'q, endi chunki sen o'ynamading, kam o'ynading ichadi. Nima qancha o'ynash kerak, men tushunmayman. Mana to'g'risida kuzatuvchilarga aytib qo'yishim kerakki, bu juda ham noyob shunaqa san'atki, bitta hech qanaqa san'atda bunaqa narsa yo'q. Syomkalar qilinadi, mablag'lar ketadi. Mana bitta mana shunaqa kinoda men ham chiqqanman, Senmayskiy deb Qozog'istonning kinosi 2010-yilda olingan haqiqiy banda to'g'risida, Muxlisov bandasi. Ular обменникlarni olishadi, keyin katta ishga qo'l urishgan deb bankni grabit qilishgan. Va o'sha bandani boshlig'ini o'ynaganman, rus aktyorlar ham bo'ldi. $1 million dan oshiq pul ketgan o'sha paytda 2010-yilda. yo'q, Chiqmadi u kino. lekin bu yo'q endi. Yo'q, endi uni har xil ikir-chikirlari ko'p bo'lgan. Lekin aytmoqchimanki, bu ham bir juda ham mashaqqatli ish bu. Kinoni olish, o'zini yo'liga, lekin uni chiqarish bu ham bir mahorat, albatta. отдельный istoriya demoqchiman. Kim mas'ul rostida chiqib gapirgan. Bilasizmi, men yoshligimda shunaqa ko'p o'ynagan ekanmanki, men o'zi kinodan odam to'ymaydi-ku, teatrdagi. Lekin men to'yib qo'yganman. Nimaga deb savol berasiz? Nimaga? Chunki biz endi misol uchun agar rost qarasa professiyaga biz yolg'on o'ynaymiz. Ijod narsani o'ynaymiz. Men buni intervyuda ko'rdim. Xo'p deng. Men intervyuda ko'rdim, o'sha bir qanaqadir jurnalistga aytdingiz. Menga juda ham yoqdi bu ibora, bu fikr. Chunki biz yolg'onni o'ynaymiz. Xo'p deng. Hayotimiz haqiqat. Biz o'shani ishontira bilsak, o'sha odamlarning ko'ngliga joy topa olsak, shu qalbiga kira olsak, mana o'shanda bu yeydi. U yeymaydi chosmi? Voy, naygish o'ynamabdi. Mana qilib bo'ladi. Gap ko'p yuradi. Lekin men aytmoqchimanki, men haqiqiy hayot sog'ingan ekanman, chosmi? Hayotim oson emas, bilasizmi? Hayotim kurashish murakkab. Buni o'zini bir qanaqadir alg'olari bor, buni ishlashingiz kerak, kurashish kerak. Hayot bir haligi qo'yib yuborishni suzadigan emas, bu to'lqinlari bor. Bu to'lqinlar ustida suzuvchingiz kerak, chosmi? Shuning uchun men xafa emasman. Lekin, bir gap ochiqdan yuragimda aytaman, jonim bilan agar kichkina berishsa, katta bersin, o'sha rolni chiroyli o'ynashga, o'sha rolni kerak bo'lsa, oldindagi kino sinovini o'tishga tayyorman. Berishsa. Demak, siz o'sha yangi takliflarga albatta faqat yengil emas. Yo'q. Bu juda ham bir jiddiy qanaqadir rol bo'lsa, siz ko'rasiz. Albatta, men jonim bilan bu narsani albatta. Men jonim bilan o'ylaymanki, men bo'shadim. Men o'zimni ustimdagi girdobimdagi men bitta narsani qildim deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, hech kim meni haq qolmadi. Men hammaga qo'lmaguncha yordam berdim. Endi o'ylaymanki, kino ham o'ynash mumkin. Endi o'ylayman, teatrda ham o'ynash mumkin. Endi bu yog'iga xohlaganicha oldin sal tortdi yo'lda, shu yo'lda hech majbur edish uchun boshqacha yo'l yo'q deyapsizmi? Endi hozir yo'l ko'tarishdi xudoga shu deyapsizmi? Qilib o'tib ketdi sayda. Tushunasizmi? Shuning uchun men o'ylaymanki, aktyorlik sohasi bilasizmi, juda ham go'zal soha. Bunaqangi va bizning ustozimiz Aleksey Batov boshqacha inson edi. Ana ularning qanaqa intelligent odamlar, qanaqangi bir kamtarin, qanaqangi bir gaplarini tushuntira biladilar. Juda ham bir go'zal insonlar, ular joylar jannatda bo'lsin. Mana shunaqa insonlarni ko'rdik, shunaqa insonlarni o'tdik-ku, misol uchun. Sizda bo'lsa, Batov keldi-da, sizda bormisiz deymi? Haligi Zushiklarni biz repetitsiya qilib tayyorlaganmiz-ku, yoqmadi-da. Bir necha kunda boshqatdan qildingiz, istedingizmi? Yo'q, uncha yo'q deysiz. Spektaklda zadeysiz emassiz. Anaqada Gamlet. Qarang, nima qildi? Butun boshda yoqmadi-da, qilgan ishlarida bir necha kunda o'sha narsani buzib turib, ichini buzdilar-da, bor boshqacharoq qildilar. Hammaga tushuntirib berdilar. Qila oldilar. Muhammadjon, shu gap
rostmi sizlar diplom spektaklini o'ynayotganinglarda sahnada bu qaysidir uchetniy teatr sahnasi bo'lgan. Sizlar o'ynab turganinglarda yer yorilib anaqaga kim tushib ketgan pastga, sahna qulab ketib pastga kim tushib ketgan? Bo'lgan yer yorilmaganiga bo'ladiku-da, taxta sinib ketgani bo'lgan voqea. Taxtasini taxta shunaqa bo'lganda. Etim shart emas, u hozir hamma taniydi, uni biladi. Yo'q, men buni-chi hazil deb o'ylagan edim. Haqiqiy bo'lgan voqea. Men вообще agar boshqa tomon xudo berganda borku, boshqa o'qirdim, bilasizmi? Yana ko'proq o'qirdim, yana ko'proq kitob o'qirdim, yana ko'proq teatrlarni ko'rardim, yana ko'proq izlanardim. O'zim yaxshi o'qidim deb o'ylayman, yomon o'qimadim emas. Chunki mana sizdan bir umr qiynalishdan repetitsiya qilish oson emas. Juda xarakter habomni qiyinsiz. O juda datoshmisiz. Bosh chiqmaguncha tutkilaverasiz, qidiravurasiz, izlaverasiz, tutaverasiz, qaraverasiz. Men bilaman-ku, biz nechta sinov qildik xudoga shukr. Shuning uchun FGIK juda ham katta shkola berdi, juda ham katta maktab berdi. Bu ham o'ziga yarasha FGIK barcha bilasizlar nima qiladi, odamni sindiradi, lomat qiladi, shuni yechiradi, boshqatdan sizga kiydiradi. Siz boshda xohlaymiz. Juda ham katta sanatchilarimiz oxir ol deysiz. Rost bo'ling. Marmakar shubulska esa. Jao. Marmakar shubulska. Tanец degan shu anaqani degan shu anaqani yomon ko'rardim. Predmet bilan ishlarga dars. Chunki hamma bolalarni lasini kiydirardi. Lasinada chiqish shunga yoqmasdi. Endi biz shaharli bolalarmiz, bizga bunaqa narsalar yoqmaydi. O'zim sir aytaman, azizlarim, Javohir akam darsga kelganlarida o'qituvchilar titrab turardi. Javohir aka, agar siz kursi chiqsangiz, agar siz sigir chekmoqchisiz, borib ishlaringizni ko'ring. Kelasiz, darsni agar Javohir aka bo'lsa darsda, doktorlar o'qituvchilar mazasi qochardi. Tushundim. Javohir aka savol ko'rdi. А почему так? Объясните. И вот здесь они savol juda ko'p ketadi. Shu dars tugab qoladi. Rost aytmayman endi. Muhammadjon, men xohlardimki ko'rsatuvimiz yakunida siz bilan yana bir bor va bir marta emas, menimcha siz agar dramatik tomondan va komik tomondan bularni ko'p ko'rgan, lekin menimcha o'zbek kinosi sizga muhtoj. Jonim, men tayyorman. Yangi o'sha obrazlarda, o'sha biz jonimni o'ylayman, Vasyga aytadiki, Muhammadjani умер комически, он тебя сравнивает с итальянским. Ismini hozir chiqib qoldi. Italyanskiy komik. Shuning uchun menimcha hali aytilmagan, o'ynalmagan rollarimiz bordir, birgalik. Xudo xolasa, xudo xolasa. Shunga ishonaman men. Iloyim, tezgisi, iloyim. O'zingizni bir qanaqadir dilizxor so'zlaringiz bo'lsa, aytsangiz. Xo'p bo'ladi. Avvalambor Javohir aka sizga rahmat. Shu qimmatli vaqtingizni ayirmasdan bir kamtarona bizani eslaganingizga, bizni borligimizni eslaganingizga katta rahmat. Chunki siz endi bugungi kunda O'zbekistonda men gapirib olayman, ozgina nima siz gapirasiz, men mumkin emas, menga mumkin. O'zbekistonda eng sevimli, mashhur kinoaktyorsiz nomer 1 desam mubolag'a bo'lmaydi. Iloyim uzoq bo'lsin, rahmat kattakon. Iloyim otangizni juda yaxshi ko'rardim, juda yaxshi bilardim. Ko'p xonadoningizda choy ichganman, non yeganman. Rahmatli buvingizlarni juda ko'p duolarni olganman. Esida bo'lsa, do'ga kelardim. Javohir aka bir narsa aytmoqchiman-da, agar mumkin bo'lsa. Mana hayotda odam o'ziga ravo ko'rgan narsani, yaxshi ko'rgan narsani qilish kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Agar biz shu o'zimizga sevgan narsani, o'zimizga yaxshi ko'rgan narsani yaxshilab qilsak, yaxshi chiqadi. Agar qo'l tegdi, pul tegdi, u qilsa yaxshi chiqmaydi. Mana aytasiz hozir, bunaqa deyapti, bunaqa. Chunki bu aytasiz, nima uchun aktyorlar bunaqa bo'lib ketyapti? Chunki aka yana bir gapiraman. Diagnoz bo'ldi bitta. O'sha точно o'ynamaslik, точно o'ynamagandan keyin mana absurdlik paydo bo'laveradi, tushunmovchilik o'zida ham, bizda ham zritellar ham savollarimiz ko'p bo'ladi. Shuning uchun
xohlardimki har bir qilayotgan ishimizni yaxshi ko'rib qilaylik. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar. Mayli, oldin aktyor bo'lganmiz. Hozir misol uchun davlatda bir xizmatkorimiz. O'sha qayerda bo'lsa ham bizning xizmatimizga kerak ekan, o'shani qilamiz, o'shani yaxshi ko'rib qilaylik. Chunki biz agar qilayotgan ishimizni yaxshi ko'rib sevib qilsak, u albatta o'zining nishonasini, o'zini mevasini beradi, xudo xolasa. Men mana shuni xohlardim. Yosh aktyorlarga ham shuni xohlardim. Maqsad tariqasida berardim. Chunki ular mana shu aktyorlikni sevib, yaxshi ko'rib, yuragidan, qalbidan qilsa, yaxshilab o'ynasa, shu qalbidan omonatdan o'sha odamga yetib boradi deb maza qiladi yaxshi keyin rahmat deydi. Sizga yaxshi ko'rgan yaxshi ko'rishadi deb o'ylayapsiz. Muhammadjon, kattakon rahmat. Sizga rahmat. Baraka toping. Umring qadrli, mazmunli, iymonni, e'tiqodda uzoq bo'lsin. Ilohim bolalarning rohatini ko'rgin. Menimcha biz hali eng zo'r rollarimizni hali oldinda bo'lsin va shu narsani aytib o'tishim kerakki, Muhammadjon meni eng yaxshi ko'rgan ukalarimdan har doim endi bu o'sha yoshlikdan qolgan, o'sha institutdan qolgan, o'sha biz hattoki bitta xonada ham yashaganmiz. Muhammadjonning oshlarini ko'p yeganmiz. Qancha qo'li shirin do'stim. Shuning uchun sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Va sizlar ham keyingi ko'rsatuvlarimda albatta mana Tohir Sodiqov to'g'risida so'rashyapti. Albatta Tohir Sodiqov bilan ham intervyu bo'ladi. Bizni kuzatishni davom ettiring, like bosing va bizga obuna bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar.